Keyin mana sizga mumkin emas mahsulotlar shunadan diyeta qilib turasiz, to'g'ri ovqatlanib turing. Keyin sizga Amerikaga narsa dorilaringizni dostavka qildirib beramiz, odam jo'natsangiz. Hozircha to'g'ri ovqatlanib turing desam, 2 hafta zadержка bo'ldi menda menstruatsiyam deb yana SMS yozibdi. Menga vitamin yetishmayapti, navbatda vitamin dedi. Shirali narsalar yetishmayapti, menda narushение bo'lib qoldi deb yana complain qilib, жалоба qilib yozib qo'yibdi. Endi emotsionalni bo'lib qoladi, 7 yil bolasi bo'lmagan odamlar. Psixologik kasal bo'ladi, ko'p gapirishadi ular. Mana shuncha yozibdi-ki, men xotirjamman-ku endi. Test qilib ko'ring dedim. Shunda test qilsa 2 ta paloska, yana 7 tonna yozgan. Nega deydi? Menga Amerikada, Germaniyada, Turkiyada bu narsani doktorlar aytmagan deydi. Men bilmayman. Zato men aytdim, endi vaqti keldi. Tug'di. Tushuntiroldim.